Demak, tahlilni boshlasak bo'ladi, ha? Hamma tayyormi? Tayyor. Unda boshladik. Demak, 30-dekabrda tushgan original savollarni birma-bir tahlilini boshladik. Demak, birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, hozir sozlamalarni sozlab olaylik. Keyin to'xtamaslik uchun. Tak. Demak, birinchi savolga to'xtalamiz. Hisoblang debdi. 2 50 ta 2 ketma-ket kelgan 50 xonali sonni 11 ga ko'paytirganda A, B, C, D javoblardan qaysi biri hosil bo'ladi debdi. Bunday savollarda o'sha qonuniyat topa olsak yaxshiroq menimcha. Birinchi mana 22 dan boshlaymiz. Agar 22 ni oladigan bo'lsak, 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 242 ga teng. 220 yana bittasi 22, 242 ga teng. Agar 222 ni 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ladi? 222 ni 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 222 yana 222. 2 4 4 2 demak 2442 bo'lar ekan. Agar 2222 ni 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak, e'tibor berapsizki 2 4 4 4 2 bo'lar ekan. Adashmasam. Qonuniyat qanaqa? Qonuniyat agar 2 ta 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 ta 2 bo'ladigan bo'lsa, bitta kam 4 bo'lyapti. 3 ta 2 bo'ladigan bo'lsa, bitta kam 4 o'rtada, 4 ta 2 bo'ladigan bo'lsa, yana bitta kam. Shunaqada bemalol biz ko'paytmamizni 2 2 2 nuqta qo'yaylik. 2 va hokazo 2 ni ko'paytimiz 50 ta 2 bor bu yerda. Boshi 2 bilan, oxiri 2 bilan o'rtada bir soni bizga muhim. Demak, shu to'rlarimiz bitta kam bo'lar ekan. Demak, 49 ta bo'lar ekan. 49 ta 4, boshi 2 va oxiri 2 degan javobni olamiz. Xo'p, kimlardir tushunmovchilik bo'lgani yo'qmi? Tushunarli. Ovozimiz yetib boryapti? Ovozimiz yetib boryapti. Demak, ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Ikkinchi savolda hisob etdi. 4 minusdan 1 taqsim 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 4. Shu joyda o'zida osongina hisoblashni yo'lini o'rgataman sizlarga. Qaranglar. Shunaqa ustma-ust kasrlar kelib qolsa, bemalol mana shunday qavsga olib, ko'paytiring 12 ga. Mana buni ozgina cho'zamiz. Ko'paytiring 12 ga. Buni ham ozgina cho'zamiz. Nimaga aynan 12 ga? O'sha umumiy maxrajdan qutulish uchun. Umumiy maxraj berib, kasrni chappa qilib, vaqtimizni o'tkazmaymiz, osonroq yechishga harakat qilamiz. Qarang. 4 ayrilgan, suratda 12 paydo bo'ldi. Keling, mana bu 12 ni 1 taqsim 3 ga ko'paytirib ko'raylik. 12 kara 1 taqsim 3 4 ligini hamma biladi. 12 kara 1 taqsim 4 imiz 3 ligini ham hamma biladi. Shunaqada 3 ga teng. Maxrajga e'tibor beramiz. 4 qo'shilgan 12 taqsim maxrajda ham xuddi shunday ko'paytirib amalga oshirsak 4 ga teng, bunisi 3 ga teng. Demak, 4 minusdan 3 ga teng. Ko'paytiradigan bo'lsak, hisob kitoblaydigan bo'lsak, xo'p, 4 ayrilgan 12 taqsim 7 maxrajda 4 qo'shilgan 12 taqsim 1 bo'lib qoldimi deyman. Shunda 12 ketsak ham bo'laveradi. Mana shunday holatlarda nima qilamiz desa, pastga ko'chirib olaylik buni. Teng 4 ayrilgan 12 taqsim 7 maxrajda 16. Shunday suratni yana qavsga olamiz, 7 ga ko'paytiramiz, maxrajda ham 7 ga. Shu maxrajda umumiy maxraj berish usullaridan qochyapmiz-da, o'zimizga osonroq usul o'ylab topdik. 4 kara 7 28. Ushbu 7 lar qisqarib ketdi, 12 qoldi. Maxrajda 16 kara 7 miz ham turaversin, nima bo'lar ekan oxiri ham. Xo'p, suratdan maxrajda ayirmasi 16, 16 kara 7 lar ketdi. Shunda 16 larni qisqartirib yubordik. Natijada 7 dan 1 degan javobimiz qolib ketdi. Demak, 7 dan 1 degan javobimiz B javobda turibdi mana. Demak, ikkinchi savolda ham menimcha yaxshi tushundik. Uchinchi savolga e'tibor qaratamiz.
Bozorga 5 ta mashinada qovun tarvuz kelgan. Xo'p. Ovozimiz boryaptimi? Qanaydir uzilish bo'lmaganmi? Internetda muammo bo'lmayaptimi? Bitta Yo'q, to'g'ri yo'q, qo'yib yaxshi. olsanglar, men davom ettiraverardim. Davom ettiravering, ustoz. Aha. Bozorga 5 ta mashinada qovun tarvuz kelgan. Qovun va tarvuzlar alohida mashinalarda. Birinchi mashinada 300 ta, demak, birinchi mashinada 300 ta, ikkinchi mashinada 315 ta, uchinchi mashinada 330 ta, to'rtinchi mashinada 340 ta, beshinchi mashinada 390 ta qovun bor. Qovun yoki tarvuzlar bor. Bitta mashinada faqat tarvuz yoki faqat qovun bor. Ha, demak, bitta mashinada agar qovun bo'ladigan bo'lsa, deylik, mana shunda qovun bo'ladigan bo'lsa, mana shunda qovun bo'ladigan bo'lsa, bu to'rttalasida tarvuz bor. Yo bunda qovun bo'ladigan bo'lsa, bunda va mana bunda tarvuzlar bor. Yoki teskarisi, aksi. Bunda tarvuz bo'ladigan bo'lsa, to'rttalasida qovun bor. Demak, masalani davomiga aniqlik kiritamiz. Bozorkon bitta mashinadagi mahsulot sotilgandan so'ng ikkinchi mashinani sotishga ruxsat berdi. Bilgandan keyin qovunlar soni tarvuzlar sonidan 3 barobar ko'p bo'ldi. Demak, bitta mashina sotilgan va qovunlar, yozib qo'yaylik, qovunlar tarvuzlardan necha barobar ko'paygan? 3 barobar ko'p bo'lsa, tarvuzlarni x deymiz, qovunlarni 3x deymiz. Demak, sotilgan o'sha mashinadagi qovun ekan. Agar tarvuz sotilgan bo'lsa, tarvuz qolmay qolardi. Demak, sotilgani qovun ekan. Demak, 4 mashina qovun kelgan ekan, 1 mashina tarvuz kelgan ekan. Qaysidir biri tarvuz bularning ichidan. Shuni topish uchun ko'p bo'lib qovunlar soni nechta debdi. Hozir qolgan mahsulotni topamiz mana. Avval jam mahsulotni topa olamiz. Ichidan yo 300 sotilgan, yo 315 sotilgan, yo 330 sotilgan, yo 345 sotilgan, yo 390 sotilgan. Qaysi sotilishidan qat'iy nazar qolgan mahsulot mana bu ikkalasi. Shuning uchun jam mahsulotni qo'shib qo'yaylik. Necha bo'ladi? 1200, 1500. Xo'p, oxirida qo'shib kelamiz. 0,550 ekan. Bitta dilda. Demak, 2, 5, 9, 18 ekan. Bir dilda. Demak, 15, 16, 1680 ekan adashmasam. Aha. To'g'ri. 550 to'g'ri. 1680. Shundan qaysidir bir qovun sotilgan, yo 300 sotilgan, yo 315, yo 330. Shunda qaysi bir sotilgan bilmaganimiz uchun A sotilgan. A-inchi raqamdagi tilichka yoki bo'lmasa o'sha mashina sotilgan. Natijada 4x qolgan. Mana. Endi e'tibor beramiz, bitta narsaga e'tibor beramiz. Agar A'ni bu tarafga o'tkazib oladigan bo'lsak, 4x ni bu tarafga o'tkazib oladigan bo'lsak, 1680 ayrilgan 4x barobar A bo'lib qoladi. Masalani boyagi eng puxta joyi, ya'ni o'sha sekret joyi mana shu joyda. E'tibor beradigan bo'lsak, chap tomonda 4 ga karali son ikkalasi ham. 4 ni chiqarib olsam bo'ladi. 4 ni chiqarsam 420 qolsa kerak. Minusdan x. O'ng tomonimda A qolib turdi. Demak, tenglikni chap tomoni 4 ga karalimi, o'ng taraf ham 4 ga karali bo'lishga majbur. Demak, javoblardan 4 ga karali bo'lgan javoblarimiz bitta bor. Bu karali emas, bu karali emas, bu karali emas, bu ham karali emas. Demak, bittagina tanlovimiz bor. Demak, birinchi avtomobildagi birinchi mashinadagi qovunlar sotilgan ekan, 300 kg sotilgan. Endi 1680 dan 300 ni ayiramiz. Sotilgani shu ekan. Mana shu sotilgan ekan. Shunda 1380 qoladi. Endi shu 1380 ni qolgan mahsulot, poliz mahsuloti, qovun va tarvuzlar, mana bu qolgan qovun va tarvuzlar. Tenglashtiramiz 4x ga. 1380 barobar 4x. 4x qayerdan keldi desangiz, 3x bilan x yig'indisidan kelib chiqadi. Shunaqada x'imiz necha bo'ladi? 3, 18 ichi 4 tadan, xo'p, 20 5 tadan 345. Demak, x'imiz 345 kelib chiqdi. Demak, bozorga kelgan mahsulotlarning tarvuzi 345 kg ekan. Mana bu ekanda tarvuz. Qolganlari qovun ekan. Sotilgani 300 kg.
Qovunlar soni nechta qoldi debdi. Qolgan qovunlarimiz mana bu va bularni yig'indisini so'rayapti. Yana shularni yig'indisini so'rayapti. Demak 300 300 900 990 1005 1035 mi deyman, adashmasam. Demak shunaqada to'g'ri javob 1035 deb qolamiz. Bu ikkinchi savolimizning yechimi edi. Xo'p, shu yergacha hech kimda savol yo'qmi? Hech kimda savol yo'q bo'lmasa, 4-chi savolga o'taman. Savol yo'qmi hech kimda? Tushunarli ustoz. Yo'q, tushunarli. Yo'q-a savolimiz. Demak 5-chi savolga, 4-chi savolga o'tdik. O'rikning 92% suvdan iborat. O'rik quritilgandan so'ng tarkibida 16% suv qoladi. 42 kilogramm o'rik quritilgandan necha kilogramm qurshak hosil bo'ladi debdi. Demak, o'rikning 92% suvdan iborat bo'lsa, demak 8% suv bormi? Demak yozamiz mana. O'rikning tarkibidagi suv 92%, quritilgandan so'ng tarkibida 16% suv qoladi. Hozircha quruq tarkibidagi quruq mevasi 8%. Tarkibidagi quruq mevasi deganda nimani tushunamiz? O'rikni quritib tarkibidan suv chiqarib tashlasak, quruq mevasi qoladi. Shu danagi, o'sha quritilgan turshagi qoladi. O'sha 8% ga teng. Jami og'irligining 8% ga teng. O'rik quritilgandan so'ng tarkibidan suv chiqib ketavergandan keyin tarkibidagi suvning foiz konsentratsiyasi pasayib ketadi. Demak, u quritilgandan keyin tarkibida suvi 16% bo'lib qolar ekan. Quruq mevasi 16dan 80 100dan 16 ni aytsak 84% bo'lib qolar ekan. Mana bu qurigandan keyingi holati. Endi savol beryapti. 42 kilogramm o'rik quritilganda necha kilogramm turshak hosil bo'ladi debdi. Demak, 42 kilogramm o'rik tarkibida 92% suv bor. Turshagi 8%. Xo'p. Quruq mevasi 8%. Tushunarli. Bunday qilamiz endi. Avvalambor 42 ni 8% ni topib olamiz. Quruqligi o'zgarmaydi-da. O'rik dastavval 42 kilogramm edi. Qoldi x kilogramm deymiz. Shunda ularning quruq mevasi o'zgarmaydi. Mana tarkibidagi quruqlik mevasi o'zgarmaydi. Shunda 42 kilogrammni 8% tenglashtiraman. X kilogramni 84% ga. Shunda x kilogramm turshak hosil bo'lgan bo'ladi. Shunda ikki tarafdan 100larga javob bersam, ularga javob bersam 2 qoladi. 2 bilan 8 ni qisqartirsam x o'z-o'zidan 4ligi kelib chiqadi. Demak, C javob ekan. Xo'p, kimda tushunmovchilik bor bo'lsa, birdan to'xtamasdan aytavering. Xo'p, en natural sonning qanday eng kichik qiymatida ifoda ratsional son bo'ladi debdi. Darajaning asosiy xossalaridan foydalanamiz. Keling, 2 ning 4dan 1. Xo'p, ko'paytirilgan 2 ning 4 2 ning kvadrati bo'lgani uchun 2 taqsim 6-si, 3 ning 1 taqsim 4-si, 2 ning 2 taqsim 3-i, 3 ning 2 taqsim 4-i. Mana 9'imizni 3 kvadrat qilib oldik. Ko'paytirilgan 3 ning 1 taqsim 6-si. Yani to'la darajada entiraversin. Asosi bir xil darajalarni, mana asosi bir xil bo'lgan ifodalarni ko'paytma bo'lsa qo'shiladi, bu ayriladi. Xuddi shunday qila olamiz. 2 ning 1 taqsim 4 qo'shilgan 2 taqsim 6 ayrilgan 2 taqsim 3'i, 3 ning 1 taqsim 4 ayrilgan 2 taqsim 4'i ayrilgan 1 taqsim 6'si ning to'la n'si. Xo'p, hisob kitoblarni qila olamiz. Demak, bu yerga hisob kitob qila oladigan bo'lsak, umum maxraj 12, 4 tadan, 2 tadan, 3 tadan, 3 tadan, 3 tadan, 2 tadan. Demak, 2 ning darajasida nima hosil bo'ladi?
Mahrajda 12, tepasida 3 kara 1 3, 4 qo'shsak 7, 7 dan 8 ayirsak minus 1 bo'lar ekan. Ko'paytirilgan 3 ning darajasi nima hosil bo'ladi? 3, 3 dan ayiramiz 6 ni minus 3, minus 3 dan 2 ni ayiramiz minus 5 taqsim 12. Buni n'inchi darajaga ko'targanda ratsional son bo'lishi uchun, bilasiz, ratsional son bo'lishi uchun ildizdan qutulish kerak. Bu yerda ildiz bo'lib turibdi, mana bularimiz. Mana bunimiz ildiz bo'lib, ildizni ifodalab turibdi. Shuning uchun n'imiz 12 bo'lishi kerak, 12. Eng minimal holatda. Bo'lmasa 12 ga karali son bo'lishi kerak. 24, 36. Shunda 12 bo'ladigan bo'lsa, bemalol 2 ning minus 1-inchisi qoladi, 3 ning minus 5-inchisi qoladi-da. 1 taqsim 2 kara 343 mi? Shunaqa. 243 mi deyman. Har holda ildizdan qutulib ratsional son qoladi. Shunaqada n'imiz 12 ligini ko'rish qiyin emas. Ajoyib ekan. Xo'p, 6-savolga keldik. 6-savolda bitta narsani, bitta formulani isbotlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana shu ifodani A deymiz, mana bu ifodani B deymiz. Keling, shu tenglikni x ga tenglashtiraylik. Shunda A dan B ni ayirganimiz x ga teng. E'tibor bering. Endi ikki tarafini kubi ko'tarib boramiz. A ning kubi minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus b ning kubi barobar x ning kubi. Xo'p, agar kvadrat ildiz bo'lsa edi, radikallar formulasidan bemalol chiqarib olsak bo'lardi. Lekin kub ildiz bo'lgani uchun birozgina muammosi bor. E'tibor beradigan bo'lsak, a ning kubi minusdan 3ab ni chiqarib olsak, a minusdan b minusdan b ning kubi barobar x ning kubi. Xo'p, mana bu ifoda nimaga teng bizga? Albatta x ga teng. Keltirib x ni qo'yamiz shu yerga. Birdan a ning kubi degan payti buni ham ochib ketamiz. A ning kubi, b ning kubi degan joylarga. Keling. A ning kubi bo'lganda kub bilan kub ketib qoladi. Ildiz osti 5 plyusdan 2. Ayrilgan 3 kara 2 ni bitta ildizga tiqib ko'paytiramiz. A bilan b ni ko'paytir deyapti mana. 3-ildizda ildiz osti 5 plyusdan 2 ni ko'paytiramiz. Ildiz osti 5 minusdan 2 ga. Ko'paytirilgan a minus b ni o'rniga, mana buni o'rniga x qo'yib ketamiz. Ko'paytirilgan x minusdan b ning kubi. Ildiz osti 5 minusdan 2 ni qavscha yozib qo'yamiz. Teng x kubi. E'tibor beramiz. Agar qavsni ochadigan bo'lsak, qisqaradigan ifodalar bor. Ildiz osti 5 qisqaradi. 2 ga 2 ni qo'ysak 4 bo'lib qolar ekan. 4 ayrilgan 3 kara kub ildiz ostida 1 paydo bo'ladi. Qisqa ko'paytirish formulasi. A minus B plus B. X barobar x ning kubiga. Shunda bunday holatlarda o'zi kubik tenglamaga duch kelinadi. Ko'paytuvchilarga ajratib yetish kerak, lekin o'zi ko'rinib turibdi. X o'rniga 1 qo'ysa darrov ko'rinib turibdiki, 4 minusdan 3 1 ning kubiga tengligi. Shunaqada x teng 1 ekan. Biz izlaydigan ifodamiz x bo'lganligi uchun bemalol 1 deb ketishimiz mumkin. 6-savol yechimi edi. 7-savol yechimiga qaraymiz. Xo'p, muammo yo'qmi? Yo'q, muammo. Aha. Demak, keyingi 7-savolimizga e'tibor qaratamiz. Mana 7-savolimizga. Demak, 52 qo'shilgan 6 ildiz osti quruvchining 3 taqsim 2-inchisi, 52 minus 6 ildiz osti quruvchining 3 taqsim 2-inchisi. Hozircha biz 52 plyusdan 6 ildiz osti quruvchini to'la 1 taqsim 2-inchisini a, 52 minusdan 6 ildiz osti quruvchini to'la 1 taqsim 2-inchisini b deb turaylikchi. Shundan nima hodisa yuz beradi? A ning kubi ayrilgan b ning kubiga duch kelamiz. Ana shunaqa chiroyli holatga kelamiz. Bu qisqa ko'paytirish formulasi. A minus b a kvadrat plyusdan ab plyusdan b kvadrat. Xo'p, a bilan b ni yozaylik. Xo'p, pastdan yozganimiz yaxshiroq. Ildiz deb yozib ketsak ham bo'laveradi, o'rniga qo'ysak ham bo'laveradi. Ildiz ostida 52 plyusdan 6 ildiz osti qirg'uch ayrilgan
Xo'p, o'zi radikallar formulasidan foydalansak ham bo'lar ekan. Baribir o'sha narsa to'g'ri kelar ekanmiz, a? Ha, mayli. Xo'p, ildiz ostida 52 minusdan 6 ildiz osti 43 qavs tushga a kvadrat degan payt ildizdan qutuladi. 52 plyusdan 6 ildiz osti 43. Xo'p, plyusdan AB degan payti ikkalasini bitta ildizga tiqa olamiz. 52 plyus 6 ildiz osti 43 ni ko'paytiramiz. 52 minus 6 ildiz osti 43 ga. Ana ildiz yopdik. Plyusdan narigisini kvadrati deyapti. Nimada 52 minusdan 6 ildiz osti 43 ildizdan qutulib qoladi. Ana qavsni yopdik. Teng. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu tarafga e'tibor beradigan bo'lsak, 6 ildiz osti 43 lar ketaygan. Mana bunimiz qisqa ko'paytirish formulasiga tushib qolar ekan. Demak, mana buni ham hisoblashimiz kerak hozir. Xo'p, agar 6 ni yarimga bo'ladigan bo'lsak, 3 qoladi. Ildiz osti 43 plyusdan, ha, buni topdik-ku buni. Ildiz osti 43 plyusdan 3 degani bu. Bunisimiz ildiz osti 43 minusdan 3 degani. Mana. Xo'p, bu yoqda 104 qoldi. Qisqaradigan ifodani qisqartirib yubordik mana. Bu bilan bu 104 berdi. Xo'p, plyusdan bitta ildizga tiqadigan paytimiz. Xo'p, nima bo'ladi bular? Shularni bitta ildizga tiqib katta son qilmaylikda. Hozir hisobladik-ki. Bittasi ildiz osti 43 plyus 3 ekan. Bittasi ildiz osti 43 minus 3 ekan. Xo'p, barobar manfiy ta'sir qilib ochlaydigan bo'lsak, ildiz osti 43 lar ketar ekan. 3 ga 3 qo'shsak 6 bo'lar ekan. Ichkarini hisoblasak 104 qo'shilgan 43 minusdan 9 ga kelib qolar ekan. Demak 54 6 kara 108 bo'ladimi? Adashib ketdikmi? Xo'p, 43 minusdan 9 54 158 bo'lar ekan, ha? Adashimiz. Xo'p, 158. Xo'p, 9 dan oshib ketyapti. 9 ga 8 bo'lib ketyapti-ku. 138. Qayerga adashdik? Adashmadik shekilli. 138 mi? Ha, 138 bo'ladi, ha? Ha, shunga adashimiz bo'lmasa. 138 bo'ladigan bo'lsa 780 828 mi deyman? Demak, javob to'g'ri ekan 7-savolda. 8-savolga qaraymiz. A B dan katta, ikkalasi ham 0 dan katta, C 0 dan kichkina son ekan. Demak, modulli ifodalarni ochishni bilamiz. Agar modul ichida manfiy son bo'lsa, anaroq manfiy ifoda bo'lsa, oldiga manfiy qo'yishni avval ifodalarni bilib chiqaylik. Keling. A kara B musbat bo'ldi. Mana bu yerga A kara B musbat bo'ldi. Undan C ni ayirgan paytda C o'zi manfiy edi, yana musbat bo'lib qoldi. Demak, birinchi modul musbat. Ikkinchi modulga qarasak, A kara C manfiy, undan B ayrilyapti, yana manfiy. Demak, ikkinchi modul manfiy to'laqonli. Uchinchi modulda B kara C manfiy, undan A ayrilyapti. Demak, uchinchi modul ham manfiy. Demak, modulli ichi manfiy bo'lsa, bilasiz qanday ochishni. Mahrajda AB minus C oldiga manfiy qo'yib ocha olinadi. Minusdan AC minusdan B, mahrajda AC minusdan B qo'shilgan manfiydan BC minusdan A. Chunki modulli kuchini berish kerak-da, bo'lmasa uni soddalashtirib bo'lmaydi. Soddalashtirib tashlaymiz, anaroq qisqartirib tashlaymiz bir xil ifodalarni. Shunaqada 1 ayrilgan 1 javob minus 1ligi ko'rinib qoladi. Demak, 9-savol. O'suvchi arifmetik progressiyada, shu yerga e'tibor beramiz. O'suvchi degan ekan, e'tiborga olib qo'ydim. Progressiya uchun S7 plus S8 26 bo'lsa, S7 kara S8 1/4 bo'lsa. Shu S7 bilan S8 ni ikki noma'lum tenglamalar sistemasi qilsak ham bo'ladi, V7 teoremasini eslasak ham bo'ladi. Keling, yig'indisi 26, ko'paytmasi 1/4 bo'lgan sonlar. Xo'p,
Qanday sonlar? 18 va 8 mi deyman? Nima dedingiz? 18 va 8 bo'ladi. Shunda S7 ni 8, S8 ni 18 desak bo'ladi. Agar ustoz S8 imiz 8 bo'lib, S7 imiz 18 bo'lishi ham mumkin-ku. Yig'inda 26 ko'paytma 144 bo'laveradi-ku. Deyishingiz ham mumkin, lekin o'suvchi degan so'zga e'tibor qaratamiz. Shu tanlovni olamiz. S7 bilan S8 ni ayirmasi nimani beradi? Ha? S7 degani A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 degan. S8 degani A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 degan. Shunda pastdan tepani ayirib olsam, A8 kelib chiqadi 10 ga tengligi. Mana bemalol darrov topa oldik. Menimcha shuni o'zi yetarli. S15 toping deyapti. S15 degani A1 ga A15 ni qo'shib, yarmini hadlar soniga ko'paytirish progressiyada. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu ifodamiz shunga teng. Sababiki A1 bilan A15 ni o'rtasida A8 yotibdi. Progressiyaning nomi ham shundan kelib chiqqan. Arifmetik progressiyaning asosiy bitta xossasi bor. Chetki hadlar yig'indisi o'rta hadning ikkilanganiga teng yoki o'rta had chetki hadlar o'rta arifmetiga teng degan tushuncha bor. Asosiy xossa. Buni bunday faraz qilsak ham bo'ladi. Indekslar yig'indisiga 2 bo'lib qo'ysak ham bo'ladi. 1 ga 15 ni qo'ysak 16 yarmi 8 beryapti. Bemalol o'rniga 10 ni keltirib qo'ysak, javob 10 kara 15 150 bo'lib qoladi. Menimcha juda sodda teorema bu. Ta'rif. Xo'p, bir-biriga teng bo'lmagan musbat haqiqiy x, y, z sonlar geometrik progressiya ketma-ket hadlarni tashkil etadi. Demak, geometrik progressiya ekan B1imiz x ekan, B2imiz y ekan, B3imiz z ekan. Xo'p, bu nima degani? B1 degani, bu nima degani? B1 q degani, bu nima degani? B1 q kvadrat degani. Ana. Agar x, y, z sonlar arifmetik progressiyani tashkil qilsa, A1imiz x ekan, ximiz B1 edi. A2imiz 2y ekan, y'imiz 2 kara B1 q edi. Xo'p, A3imiz 3z ekan, 3 kara B1 q kvadrat. Ana arifmetik progressiyani yana boyagi xossasini ishlatamiz. Chetki hadlar yig'indisi o'rta hadning ikkilanganiga teng. Shundan foydalanadigan bo'lsak, B1 qo'shilgan shunda B1 q kvadrat barobar 2 ta 2 debdi, 2 ta B1 q ga teng. Ana chap tomondan B1 ni chiqarib olsak 1 plyusdan 3 q kvadrat. O'ng tomonda 2 ta B1 q. Ikki tarafdan B1larga javob berib olsak bo'ladi. Bo'lib yuborsak bo'ladi. Shunda 3q kvadrat minusdan 2 ta q plyusdan 1 teng 0. O'zi как раз q ni toping degan uchun mahrajni to'g'ridan to'g'ri topamiz. Xo'p. Endi nima qilamiz? Kvadrat tenglamani yechishda juda chiroyli usuli bor. Balkim bilarsiz, balkim bilmassiz, bir e'tibor bersangiz chiroyli usulni o'rgataman. Agar hammada kvadrat tenglama kelib qolsa, mana shu bosh koeffitsient qiynab qoladi. Buni vetga qo'yaman deb 3 ga bo'laman deb 3 ga bo'lib olib keltirilgan qilaman desangiz, 2 taqsim 3, 1 taqsim 3 ga duch kelib qolasiz, bir ozgina muammo tug'diradi. Shuni ozod qadga ko'paytirib yuborsangiz bo'ladi. Juda chiroyli usul bor bitta. Shunda nima paydo bo'ladi? Q kvadrat minusdan 2 ta q joyda turadi. Uni ozod qadga ko'paytirdik, 3 bo'lib qoladi. Xo'p, hech yerga adashmadikmi? Buni ildizi yo'q-ku. Qara adashib ketdik. Hozir topamiz. Minus 2 q. Bir-biriga teng bo'lmagan musbat haqiqiy x sonlar geometrik progressiyadan ketma-ket hadlarni tashkil etadi. B1, B1 q, B1 q kvadrat. Demak, A1imiz B1 ga teng, A2imiz 2 ta y, 2 ta B1 q ga teng. Ikkilanganni esdan chiqaramiz. 4 ta q bo'lar ekan. Ana shu joyda hammamiz chalg'imiz. Ikkilanganni esdan chiqaramiz. 4 ta bo'ladi. O'zi avvaldan ham 2 ta B1 edi bu. Ana 4 ta bo'lar ekan shu joyda. Mana bu ham 4 ta bo'lar ekan. Bu ham 4 ta bo'lar ekan. Mana. Hech
qanaqa? Muammo qolmadi. Endi Viet teoremasida buni ildizlarni toping desam, Q1 da aytasiz. Q1 da aytasiz 3 deysiz, Q2 ni aytasiz 1. Ha, yig'indisi 4, ko'paytmasi 3 bo'lgan sonlar. Yuqorida 3 ga ko'paytirib yuborgandik ozod hadya. Shunaqa usulda bu. Endi o'sha 3 ga bo'lib qo'yamiz ikkalasini. Demak, 3 ga bo'lib qo'yamiz, buni ham 3 ga bo'lib qo'yamiz. Shunda Q teng 1 u, Q teng 1 taqsim 3 kelib chiqadi. Endi Q teng 1 bo'lsa nima hodisa yuz beradi? Q teng 1 bo'lsa, to'g'ri, progressda deyiladi, geometrik ham arifmetik ham deb hisoblanadi Q teng 1 holatda. Hadlar bir-biriga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun Q teng 1 taqsim 3 ni olib ketamiz. Bo'lmasa, qanday geometrik progress bo'lib qoladi u? Masalan, bitta hadi 3, keyingisi ham 3, keyingisi ham 3 yo 5, 5, 5. Q teng 1 bo'lganda bir marta orttirib ketsak bo'lmaydi bunaqada. Xo'p, yana bitta savolga duch keldik. Bunday holatlarda tenglikni ochib chiqishni maslahat bermayman. X minus 2 ni A deb olishni maslahat beraman. Shunda o'zgartirish qilib chiqamiz. A ning 4-inchisi qo'shilgan x plusdan mana bu x minusdan 1 degani x minusdan 2 ga 1 qo'shilgan, ya'ni A qo'shilgan 1 degani bu. Shunda A plusdan 1 ning kvadrati minusdan 1 mahrajda A kara A minusdan 1 qo'shilgan 2. Ana hisob kitob qilaman. A ning 4-inchisi qo'shilgan A ning kvadrati qo'shilgan 2A qo'shilgan 1 ayrilgan 1. Mahrajdachi A kvadrat minus A qo'shilgan 2. A ning 4-inchisi qo'shilgan A ning kvadrati. Xo'p, plusdan 2A qolyapti. Xo'p, adashmadikmi? A ning 4-inchisi plus A kvadrat plusdan 2 plusdan 1 minus 1 A kvadrat. Xo'p, mahrajda nima qolyapti? Birlar qisqarib ketdi. Mahrajda A kvadrat minus A plusdan 2 qolyapti. Tepadan A'ni chiqara olsak o'xshamas ekanda. Tak, demak bunaqa holatni qilmagan ma'qul ekan zinashdi. Hozir bo'lmasa, belgilash kiritmasdan to'g'ridan-to'g'ri yechamiz. Tak. Xo'p. X minus 2 4-inchisini ochib chiqish qanday bo'ladi? X kvadrat minusdan 4x qo'shilgan 4 ning to'la kvadrati degani bu. Qo'shilgan x kvadrat minusdan 2x qo'shilgan 1 ayrilgan 1. Demak, bir marta kvadratga ko'tarib, yana bir marta kvadratini yozib qo'ydim. Mahrajni ochadigan bo'lsak x kvadrat minusdan 3x minusdan 2x qo'shilgan 6 qo'shilgan 2. Demak, birlarga javob bersak ham bo'ladi. Xo'p. Tepani ochib chiqamiz. Uchtalikda ochib chiqish. X ning to'ri 16x ning kvadrati plusdan 16 minusdan 8x ning kubi plusdan 8x ning kvadrati minusdan 16x 32x mi deyman? Ikkilangani ham bor edi. Davomidan plus x kvadrat minus 2x mahrajda x kvadrat minus 5x plusdan 8. Xo'p, nima bo'ladi endi bu yog'i? Suratni x ning to'ri nima qoldi? 8x ning kubi bor. 16x kvadrat bilan 8x kvadrat 24 ta, x kvadrat bilan 25 tami deyman. 25 ta x kvadrat. Xo'p. Minusdan 34 ta x plusdan 16. Mahrajda x kvadrat minusdan 5x plusdan 8. Demak, shunaqa holatga duch kelib qoldik. Endi bundan qo'rqmaymiz. Shunchaki burchak usulida bo'lishdan foydalanib ketamiz. Hozir. Mana bu yoqqa ko'chirib qo'yaylik. Ozgina kichraytiramizda.
keling burchak usulidan bo'lamiz. Chunki hamma kasrlar o'sha qoldiqsiz chiqqan bo'lingandan keyin. Keling mana x ning to'ri minusdan 8x ning kubi plyusdan 25x kvadrat minusdan 34x qo'shilgan 16 bo'lingan x kvadrat minusdan 5x qo'shilgan 8. Xo'p, birinchi x kvadratdan bersak x ning 4-tanisi minus 5x ning kubi plyusdan 8x kvadrat. Ayiraveradigan bo'lsak, ayirganda minus 3x ning kubi, xo'p 17x kvadrat yordamga 34x tushsin mayli. Xo'p, minus 3x dan bersak, minus 3x ning kubi plus 15x kvadrat ayrilgan 24x ayirgan paytimiz qisqaradi 2x kvadrat minusdan 10x qoladi 16 yordamga tushadi. Demak, ikkitadan beramizmi? X kvadrat minusdan 10x plusdan 16 ayirgan paytimiz 0. Demak, to'g'ri javobni mana shunaqa usullar topsak ham bo'ladi. Juda usullar yodimizga kelmasa, balkim qanaqadir usuli bordir, hozir meni xayolimga kelmadi. Xo'p, ovozlarimiz yaxshi boryaptimi? Ekran tasviri. Dars yozib olinyaptimi? Albatta yozib olinyapti. Bitta tekshirib ham qo'yaman. Mayli, har ehtimollarga qarshi. 36 daqiqa bo'ldi. Yozib borilyapti. Xo'p, mikrofoni ochiq o'quvchilarimiz yo talabgorlarimiz bitta tasdiqlab yuboring ovozimiz haqida, ekran tasviri haqida. Yaxshi. Yaxshi boryapti demak. 12-savolni yechimini ko'ramiz. Xo'p, modulni tenglamalarda bilasiz, modulni ichida ikki xil holat bo'lishi mumkin. Modul ichida musbat son ham bo'lishi mumkin, modul ichida manfiy son bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ikkita holat bilan ochiladi, ikkita hol bilan. Birinchi holda x ni musbat bo'lsin deb o'ylanadi va ochiladi. Nima bo'ladi? X kub taqsim 2 o'zidagi ochdim. Plus 10x minusdan 11 kara x taqsim 2 barobar 0. Xo'p, umumiy mahrajlar qisqaradiganlarni qisqartirib yuboraylik. X kvadrat qo'shilgan 10x ayrilgan 11 teng 0. Xo'p, buni nollari, ildizlari. Haqiqiy ildizlar nechta debdi? Xo'p. Diskriminant qilmasak, butun ildizi yo'q menimcha, yo bormi? -11 ga 1 ekanmi deyman. -11 ga 1 ekan. Butun ildizlar bor ekan. Yig'indisi -10 ni beryapti, ko'paytmasi -11 beryapti. Biz shartni qanaqa olgandik? Shartni x musbat bo'lsin dedik. Bunda x musbat emas, mana bunda x musbat. Shuning uchun buni ustini chatamiz, buni yechim deb olamiz. Ikkinchi holatni olamiz. Ikkinchi hol. Ikkinchi holda x ni manfiy deb o'ylaymiz. Shunda x kub taqsim -x ochiladi moduldan. Qo'shilgan 10x ayrilgan 11 -x ochsa o'rtadan plus qilib orar ekan. Taqsim 2 teng 0. Qisqaradiganlarni qisqartirib yuboraylik. -x kvadrat qo'shilgan 10x qo'shilgan 11 teng 0. X kvadrat minus 10x ayrilgan 11. Yig'indisi 10, ko'paytmasi -11. 11 u minus 1. Biz ildizni manfiy bo'lsin degandik yuqorida. Mana shuning uchun mana bu yechim, bu yechim emas. Shu sababli ustini chatib qo'yamiz, buni yechim. Demak, tenglama ikkita yechimga ega ekan. Nechta yechimga ega deyilgan edi. Xo'p, f at x 2x kvadrat qo'shilgan a minus 10x plus 6 funksiya nollardan biri x 1 ga teng. Bilmaganlar bilib olsin, kvadrat funksiyaning noli deganda uni 0 ga tenglashtiriladi. Shunda 2x kvadrat qo'shilgan a minus 10 ta x plusdan 6 teng 0 bo'lsa, nollardan biri x 1 bo'lsa, ikkinchisi 12x 1 ekan. Viet teoremasi. Viet teoremasiga tushish uchun avval 2 ga bo'lib olamiz. X kvadrat plusdan a minus 10 taqsim 2x plusdan 3 barobar 0. Ana shu ozod haddan foydalanamiz. Chunki ildizlar ko'paytmasi ozod hadiga 3 ga teng edi. Bizga ikkinchi ildizimiz 12x 1 ga teng. 3 ga tenglashtiradigan bo'lsak, x1 ning kvadrati 1 taqsim 4. Shundan x1imiz ikkita holat chiqadi. 1 taqsim 2 ga, 1 taqsim 2 manfiyda. Unga mos x2 ni topib olamiz. Demak, birinchisiga mos x2 ni topadigan bo'lsak, xo'p, undan 12 marta katta bo'lsa,
6 ga teng. Keyingisiga mosa -6 ga teng. Demak, ildizlarni topib oldik. Xo'p, ildizlari yig'indisi minusdan a minus 10 taqsim 2 ga teng. Xo'p, birinchi holatda 1 taqsim 2 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu ildizlar. Bu bilan bu. 2 ni qo'shadigan bo'lsak va tenglashtirsak minus a taqsim. Shu manfiyni yo'g'a topib olaylik. 10 minus a taqsim 2. 2 ko'paytirib olsam 13 barobar 10 minus a ga a barobar bu yoqqa qo'ysa minus 3 ga teng. Xo'p, ikkinchi holatda ildizlar yig'indisi degan yana minus 1 taqsim 2 ga minus 6 ni qo'shsam 10 minus a taqsim 2 ga teng. 2 ko'paytirib olsak minus 13. 10 minus a ga a barobar 23 kami deyman. Shu ikkalasini yig'indisini so'ragan. 23 ga minus 3 qo'ysa 20 degan javob to'g'ri bo'lar ekan. 8 qo'shilgan 2 darajasi x ko'paytirilgan x 2 darajasi uchun x teng x tenglamani nechta haqiqiy ildizi bor debdi. Yaxshi savol. Xo'p, 8 qo'shilgan 2 darajasi x ko'paytirilgan x qo'shilgan 8 taqsim 2 ning x degani bu. Barobar x ga. Tenglikni 2 ni x ga ko'paytirib oraylik. 8 kere 2 ni x plyusdan 2 ning 2x ko'paytirilgan x qo'shilgan 8 ayrilgan qilib o'tkazib oldim birdan. Xo'p. Birinchi holatda 2 ni x ni chiqarib olsam mana bu ikkovidan. Bulardan nimani chiqaramiz keyin? Hammamiz hech nimani chiqarish shart emas. 2 ni x ni chiqarib olsam nima qoladi? 8 qo'shilgan 2 ni x kare x qoladi. Xo'p, bu manfiy ekanda. Demak, bunda bir o'ylash kerak ekan. Yaxshiroq o'ylash kerak ekan buni. Tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor debdi. Xo'p. Buni nima qildik? Xo'p. Hozir chizmadan ketsakmi yo? Hozir. Demak, 8 buni bu yoqqa o'tkazsam manfiy qilib. Shunday qilsak ham bo'lar ekan. Bu 8 taqsim 2 ning x barobar. Xo'p, x ayrilgan 2 ning x kare x. Xo'p, chap tomondan 8 ni chiqarib olsak 1 plyusdan 1 taqsim 2 ning x. O'ng tomondan x ni chiqarib olsak 1 minusdan 2 ning x. Xo'p. Demak, 2 ning x larni bir tarafga yig'ib olamiz. Demak, x taqsim 8 qilsak bo'lar ekan. Hozir. 8 ni bu tarafga bo'linma qilib o'tkazamiz. 1 minus 2 ning x ni bu tarafga bo'linma qilib o'tkazamiz. Shunda mana buni ichiga mahraj berib oldim birdan. 2 ning x qo'shilgan 1 taqsim 2 ning x ni mahrajiga keldi 1 minus 2 ning x. Taqsim 8 bo'lib qoldi. Xo'p. Bu misolda xatolik bormikan? Menimcha misolda xatolik borga o'xshayapti. Shuning uchun ham chiqmayapti hech. Mana shu yerda manfiy bo'lishi kerak adashmasam. Mana bu joy manfiy bo'lsa kerak. Sababi bu tarafga o'tkazgan payti musbat bo'ladi-da. Mana bunga mahraj bergan paytimiz bu ham musbat bo'ladi mana. Mana bular qisqarib ketadi. Bo'lmasa bunday savol yo'q. Menimcha faylda sal xatolik ketgan. Ana shu ikkalasi bo'linib ketadi. Tushundingmi hamma? Unday qiyin narsa ish qilmadik. Bitta mana shuni manfiy qildikda, bu tarafga musbat qilib o'tkazdik.
Aha. Chap tarafdan 8 chiqarib olib mahraj berdik. Bunda 2 ni x dan berdik. 2 ni x plus 1. Bu 1 plus 2 ni x ni, bu yerdan x chiqarib oldik-da. Bo'luv qilib o'tkazib oldik. Yana qisqarib ketdi. Xo'p, nima qoldi bizga? Xo'p, qolgan narsalar 1 taqsim 2 ning x barobar x taqsim 8 bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Proporsiya qilamizmi yo teskari qilsak ham bo'lar ekan asarni. Teskari qilsak menimcha yaxshiroq. Shunday qilsak yaxshi bo'lar ekan. Chap tomonda ko'rsatkichli funksiya, o'ng tomonda giperbola bo'lib qoldi. Funksiyani nechta tenglamani nechta ildizi bor degandi bizga. Tenglamani nechta ildizi bor degandi. Aynan ildizini topa olmasak ham grafikdan necha marta tutashganini topa olamiz. 2 darajasi x funksiyamiz o'suvchi funksiya. Ko'rsatkichli funksiyamiz. 8 taqsim x funksiyamiz esa kamayuvchi funksiya. Birinchi, uchinchi o'raklardan o'tadi. Mana. Shunaqada ikkalasini tutashgan joyi bitta bo'lib qoldi. Shuning uchun to'g'ri javob B javob ekan. Menimcha tushundingizlar. 15-savol. Xo'p, ovoz yo'q, menga umuman ko'rinmayapti. Ovoz yo'q, menga ko'rinmayapti deyishdi. Shuni bir aytib o'tib ketaylik. Ovoz eshitilyaptimi hammada? Nazarov Alisher aytdilar. Ha, ishlayapti ustoz. Demak, Nazarov Alisher o'zlarida muammo bor. Mana bu yig'indi 2022-yil adashmasam, milliy sertifikatga ham tushgandi. Bunda faqat siz ketgandi 2022gacha, 2023gacha ham shunday edi. Bu avvalam bor bazada, mana shuni o'rganib qo'yinglar, может kelib qolishi mumkin yana. Demak, bunday holatlar kelib qolsa, tenglikni qo'rqmasdan 2 ta sinus pi taqsim 7 ga ko'paytirib boringlar. Buni amalda alfa deb berardim buni. 2 ta sinus pi taqsim 7 ga erinmay ko'paytirib chiqamiz. Xo'p, 2 ta sinus pi taqsim 7 turadi mahrajda. Tepani ochib chiqsak, 2 ta sinus pi taqsim 7 kosinus 2 pi taqsim 7 qo'shilgan 2 ta sinus pi taqsim 7 kosinus 4 pi taqsim 7 qo'shilgan 2 ta sinus pi taqsim 7 kosinus 6 pi taqsim 7. Ana shu holatga keldik mana. Endi mana bu ko'paytmalarni har birini yig'indilarga o'tkazib chiqamiz. Trigonometrik shakl almashtirish bor. Ko'paytmadan yig'indiga o'tish. Demak, mahrajimiz tursin. Tepani yoyib chiqamiz. 2 ta sinus alfa kosinus beta bo'ladigan bo'lsa, sinus ikkalasini yig'indisi bo'lardi. 3 pi taqsim 7 ayrilgan sinus ayirmasi bo'lardi, pi taqsim 7. Ishonmasangiz qo'yib ko'ring. Ayrib 2 ga bo'lgan payti sinusni kelib qoladi. Sinus 3 pi taqsim 7 minus pi taqsim 7 ni yarmi pi taqsim 7 bo'lib qoladi. Yig'indini 2 ga bo'lingan kosinusga aylanardi, eslatsangiz. Nargisi ham shunday yozamiz. Birinchi sinus yig'indida xo'p 5 pi taqsim 7 ayrilgan sinus ayirmada 3 pi taqsim 7. Oxirgisi ham sinus yig'indida 7 pi taqsim 7 ayrilgan sinus ayirmada 5 pi taqsim 7. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu bilan bu qarama-qarshi, bu bilan bu qarama-qarshi. Ikkita qoldi. Bu 0 ga teng. Nimaga 0 ga teng desangiz, 7 bilan qisqarganda sinus pi ga 0 ga teng. Shunda suratda faqat nima qolib ketdi? Minusdan sinus pi taqsim 7 qolib ketdi. Mahrajda 2 ta sinus pi taqsim 7 qolib ketdi. Mana o'z-o'zidan bular qisqarib ketsa javob minus 1 taqsim 2 degan ko'rinib qoladi. Demak, 15-savol ham ketdi. 16-savolga qaraymiz. Rosa cho'zilishi mumkin, uncha qo'rqmaymiz. Xo'p, birinchi ichkarilarni hisoblab olamiz. 3 taqsim 7 logaritm 2 asosiga kirib 32 5 degani. Xo'p, bilasiz, logaritmda mana bularni almashtira olish imkoniyati bor edi. Buni pastga, buni tepaga chiqara olish imkoniyati bor edi. Shunda qo'shilgan 4 ning darajasida logaritm 3 asosiga ko'ra 27 bo'lib qoladi. Ning darajasida logaritm 69 asosiga ko'ra 14. Tursin indamang.
Xo'p, yana bitta asosiy xossamiz bor logaritm shakllantirishga. Logaritmdan asosi va ko'rsatkichini bir xil vaqtda bir xil darajaga ko'tarsa bo'ladi. Hozir biz ikkalasini ham qavsga olib -1 darajaga ko'tarib yuboradigan bo'lsak, shunda nima hodisa yuz beradi? 4 darajasida logaritm 4 asosga ko'ra 10 bo'ladi. Logaritm 3 asosga ko'ra 81 taqsim ildizosti 7 minus ildizosti 5 tura qolsin, mayli. Balkim kerak bo'lib qolar. Tak, ayrilgan. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu 3 ning minus ikkinchisi. Oldinga yoki bo'lmasa surata mahrajda minus 1 taqsim 2 darajaga ko'tarib yuborsak ham bo'ladi. Ha, shunaqada logaritm 3 asosga ko'ra 3 qilmoqchiman-da. Ildizost yo'q, 1 taqsim ildizostida. 1 taqsim ildizosti minus 2 darajaga ko'tarib yubordik. 12 minusdan 2 ildizosti 35. Mana qaus qayerga edi o'zi? Ha, qausning o'ziga edi, shart emas. E'tibor beramiz. 3 ga teng. 4 ning 3i 64 ga teng. 64 ga 5 ni qo'ysak 69 ga teng. 3 taqsim 7 voy 64 ning darajasida logaritm 69 ning darajasida. Logaritm 69 asosga ko'ra 14. Qo'shilgan. Bular ketadi, 10 ga teng. Xo'p, logaritm 3 bo'lib qoldi ikkalasi ham. Demak, o'rta ayirma bo'yicha 81 taqsim ildizosti 7 minus ildizosti 5 ni ovozimiz boryaptimi endi? Endi kelyapti. Ha, internetda qandaydir uzilish bo'ldi, Wi-Fi'imda bilmasam, nima bir muammo bo'ldi. Ana endi mana logaritmning asoslari bir xil bo'lgani uchun, buni ayirib bo'lgani uchun bunga bo'la olamiz. Bunday qonuniyati bor edi shakl almashtirishda. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu ildizimiz. Ildizosti 7 minus ildizosti 5 ni to'la kvadratda, shuning uchun ildizosti 7 minus ildizosti 5 chiqarishim mumkin. Bo'ldi. O'sha qisqardi bu ikkalasi. Bo'luv bo'lganda qisqaradi endi ikkalasi. Barobar bular qisqardi. 3 taqsim 7 karra 14 qo'shilgan 10. Bular qisqarib logaritm 3 asosga 81 miz 4 ga teng. 7 ketdi 2, 6, 16, 20 mi deyman. Demak, A javob ekan. Xo'p, 17-savolimizga e'tibor beramiz. Amalda shunaqa savollar kelib qolsa, chizmadan ketsangiz yaxshiroq menimcha. E'tibor bering, x kub barobar x plusdan 1 ning to'la kvadratini 2001 qo'shilyapti. Taqriban chizishga harakat qilamiz. Chap tarafda bitta funksiya bor. O'ng tarafda bitta funksiya bor. Ikkalasini tenglashadi qachonki tutashsa. Chap tarafdagi funksiyamiz kubik funksiya hisoblanadi. U bunday tepadan keladi-da. Yodlab qo'yasizlar kubik funksiya grafikini. O'ng tarafdagi funksiyamiz esa hozir o'tkirroq rang qilaolay. O'ng tarafdagi funksiyamiz, ya'ni mana bu funksiyamiz kvadrat funksiyani, aniqrog'i x kvadrat funksiyani bir-birlik chapga siljitilgan, mana bir-birlik chapga siljitilgan, 2001 birlik tepaga siljitilgan. Tepaga chiqib ketgan. O'shanda borib bitta tutashadi mana bu bilan. Chunki bu mana funksiyamiz hozir juda men chizmaga nisbatan nima qilib yubordim. Bu mana bundayroq funksiya. Mana bundayroq chizmamizga nisbatan, koordinatlarga nisbatan. Narigi funksiya bunday sekin kattalashib ketadi. Chunki 3 bergan yo 10 bergan payt birdan tepaga chiqib ketadi. Narigi funksiyamiz mana bunday holatda bo'ladi, parabola holatda va qachondir bitta tutashadi tepada. Shunda uning javobini bitta deb yetsak bo'ladi. Bunday paytlar masalan javoblardan ketib qolsangiz ham bo'ladi. Chetdan o'ylab qarasangiz, mana tenglikni hosil qilgandan keyin x kub barobar x plus 1 ning kvadrati plusdan 2001. X ning kubi juda keskin o'suvchi funksiya. 2001 ga yetish uchun amalda 12, 11 lardan katta son berish kerak. Shuning uchun 13 ni berib ko'rsangiz, 13 ning kubiga to'ppa-to'g'ri keladi. 14 ning kvadrat plus 2001.
To'g'ri javob 13 aslida. Lekin ildizni toping demagan. Shunaqada. Agar yo'q, bizga yana yechimi kerak deydigan bo'lsangiz, mana bu kvadratni ochib chiqasiz. Ochib chiqasizda kubik tenglamani yechishga harakat qilasiz. 18-savol. Tengsizlikni nechta butun ildizga ega debdi. Bo'ldi, buni yechishni bilamiz. Nasib bo'lsa yechamiz. Xo'p. -6 dan katta yoki teng modulda x plus 1, minusdan 3 kichik yoki teng 6 dan ochishni bilasiz hammangiz. Tenglikka 3 ni qo'shib yuboramiz. -3 dan katta yoki teng modulda x plus 1, kichik yoki teng 9 dan. Xo'p, ovoz chiqmayapti debdi. Ovoz yo'q. Yemayapti umuman ovoz. Ovozim yo'qmi? Ovozim bormi? Kelyapti. Juda ko'p kishi ovoz yo'q deyapti. Bilmam. Xo'p, moduldan har doim qanday son chiqadi? Musbat son chiqadi. Manfiy sondan albatta har doim katta. Shuning uchun bemalol modulda x plus 1 da kichik yoki teng 9 qilsagan bo'ladi. Bu degan -9 dan katta yoki teng x plus 1 borsak, -10 dan katta yoki teng x kichik yoki teng 8 dan. Nechta butun ildizi bor debdi. Chap tarafda 10 ta, o'ng tarafda 8 ta, o'rtada bitta qo'shib borsak 19 ta bo'lsa kerak C javob. Xo'p, 20-savolni ham hash deguncha yetib keldi. 19-savol ekan-ku. Xo'p, tengsizlik nechta butun son qanoatlantiradi debdi tengsizlikni. E'tibor beramiz. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, men endi sig'magan uchun qisqartirib yozishga harakat qilaman. Mana 24 ni maydalab olamiz. Ya'ni x plusdan 8 oxirida 16 qila olamiz. Shunda nima bo'ladi? Ildiz ostida x plusdan 8 ning kvadrati ayrilgan 8 kare ildiz ostida 8 plus x qo'shilgan 16. Ovoz yo'q deydiganlar bir chiqib kirsin. Ya'ni eshitolmaylik baribir ovozimni. Hozir yozib olay. Ovoz yo'q deydigan bir kirib chiqing. Menimcha tushunishdi. Xo'p, ayrilgan 16 plus x taqsim 2 ildiz ostida 8 plusdan x ayrilgan 10 kichikdan 0. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, men bekorga buni bunday qo'ya olmadim. Mana buni kvadratga qo'shirgan paytimizda x plusdan 8 ni beradi mana. 16. Demak, bemalol buni ildiz ostida x plusdan 8 ayrilgan 4 ning to'la kvadrati deb olishimiz mumkin. 16 plus x taqsim 2 ildiz ostida 8 plus x minus 10 kichkina 0. Xo'p. Shunda kvadrat bilan ildiz qisqaradigan bo'lsa, moduldan chiqadi, bilasiz. Modulda ildiz ostida x plusdan 8 ayrilgan 4 ayrilgan 16 shu yerni ko'chirib olsam bo'ladi. Mana. Demak, ana endi biz mana bu yerga bir ish qilamizki, ildiz ostida x plus 8 ni a deb olamiz. Shunda nima bo'ladi? X plus 8 imiz a kvadrat bo'ladi. O'rniga qo'yib chiqamiz shuni. Keling, o'rniga qo'yib chiqamiz. Modul minus 4 ayrilgan 16 plus x degani 8 plus 8x degani. 8 plus 8 plus x degani. Demak 8 plus a kvadrat degani. Taqsim 2a minusdan 10. Ana almashtirish qilib oldik. Modul tengsizligini yechish uchun yana bir marta ikkita hol olamiz. Birinchi hol a minus 4 0 dan katta, ya'ni a 4 dan katta. Xo'p. Shunda modul ichi musbat bo'lsa, o'zida ochamiz. A minus 4 ayrilgan 8 qo'shilgan a kvadrat taqsim k minusdan 10 kichkina 0. Mahraj beramiz. K kvadrat minusdan 10a minusdan 8a plusdan 40 ayrilgan 8 ayrilgan a kvadrat. Mahrajda k minusdan 10 kichkina 0.
Xo'p, yuqoriga joy qoldirgandik. O'sha yerga olib boramiz endi shuni. Nima qoldi? 2a kvadratdan a kvadrat tersak, a kvadrat qoladi. Minusdan 18 ta a qoladi. Nima qoladi keyin? Plus 32 qoladimi? Mahrajda 2 ni chiqara olsak, a minusdan 5 qoladi. Xo'p, suratimiz suratni nollarni og'zaki topsak ham bo'ladi. Oraliklar usuli. Suratni nollar 16 ga 2, mahrajda noli 5. Hech qaysi kirmaydi. Tengsizlik qat'iy. E'tibor beradigan bo'lsak, nolni qo'yib ko'rsak, nolni. 0 musbat, 0 manfiy. Demak, 0 bo'lgan oraliq manfiy ekan, bu musbat ekan, bu manfiy ekan, bu musbat ekan. Yechimlarimiz man 0 dan kichkinaman degan uchun manfiy oraliqlar. Lekin bizga shart aytuvdi, man devdi, 4 dan kattaman devdi. Shuning uchun mana bu yerdan chegara qo'yamizda 4 ni kattasimamiz. Shunda yechimimiz 2 marta bo'yalib qolgan joy 5 va 16 bo'ladi. Demak, 5 dan katta a, kichkina 16 dan. A nima edi? Ildizda 8 plyusdan x edi. Kvadrat ko'taramiz. 25 dan katta 8 plyusdan x, kichkina 256 dan. 8 ga ayiraveramiz. 17 dan katta x, kichkina 248 mi? Bu bitta holimizni yechimi hali. Xo'p. Ikkinchi holga o'tadigan bo'lsak, joyi yetmasa bir balo qilamiz. Ikkinchi holda mana bu modulni ichidagini manfiy deb o'ylaymiz. Shunda a 4 dan kichkina bo'ladi. Shunda u 4 minus a deb ochiladi. Minusdan 8 qo'shilgan a kvadrat taqsim k minus 10 kichkina 0 dan. K minus 10 ni mahraj beradigan bo'lsak, 8a minus 40 minus 2a kvadrat plus 10a minus 8 minusdan a kvadrat taqsim k minus 10 kichkina 0 dan. Nima qoldi? Minus 3a kvadrat qoldi. Xo'p. Plyusdan 18 ta qoldi. Minusdan 48 qoldi. 2a minus 10. Agar suratdan manfiyni chiqarib, hozir bir ish qilamiz. Agar suratdan manfiyni chiqarib, uchga bo'lib oladigan bo'lsak, 3 ni chiqara oladigan bo'lsak, 3 manfiydan a kvadrat minusdan 6 plyusdan 16 mi deyman? Taqsim mahrajdan ham a'ni ikkisini chiqara oldim, 5 minusdan a. Xo'p, kichkina 0 dan. Ikkita manfiy musbat bo'lib ketdi. E'tibor beradigan bo'lsak, suratimiz har doim musbat. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa shunday deb ketilardik. Boshqa yerda musbat bo'lsa. Demak, surat musbat bo'lsa har doim mahraj manfiy ekan, chunki 0 dan kichkina chiqishi kerak edi. Shuning uchun mahraj 0 dan kichkina qilamiz. Shunda a 5 dan katta bo'lib qoladi. A nima edi? Ildiz ostida shart ham oluvdik. A 5 dan katta chiqdimi? Shart oluvdik. Bizning shartimizda a 4 dan kichkina bo'lishi kerak edi. Qanday bo'lishi mumkin bitta holatda? Bittasi aytayapti, men 4 dan kichkinaman deyapti, bittasi aytayapti, men 5 dan kattaman deyapti. Demak, ikkinchi holatda bo'sh to'plamlik holatini sezsangiz bo'ladi. Endi o'sha 17 248 orasidan butun sonlarni sanaymiz. Ya'ni 18, 19, 20 va hokazo 247 gacha nechta son bor desa, 247 dan 18 ayirib 1 da qo'sharmidik, adashmasam? 230 ta son bor ekan. Xo'p, C javob bo'lar ekan. Xo'p. Ovoz yo'q, ovoz yo'q, ovoz umuman yo'q, ovoz kelmayapti. Ovozim boryaptimi? Kelyapti, o'zi kelyapti. Nimaga buncha ko'p yozishyapti ovoz yo'q deb?
160 ta qatnashuvchi bor. Bir chiqib kirsammi yo'q? Bir efirni to'xtatib, bir kiramiz bo'lmasa qaytadan. Rozimi hamma? Eshitib turganlar. Ha, bo'ldi do'la. Ekran yozuvi ham to'xtab qolar ekanda keyin unda izlaydi. Ekran yozuvi to'xtab qolar ekan. Ikkala Do'la, siz